Oramizda har 3 ta odamdan bittasini hid bilish past va normal emasligini bilasizlarmi? Uning sababi va uy sharoitida davolash qiziqmi? Unda videoni albatta oxirigacha ko'ringlar. Hid bilishni uy sharoitida tiklashni bir necha xil isbotlangan usullari mavjud. Kommentariyada bir raqamni qoldiring va men sizga bu usullarni jo'natib qo'yaman. Quyidagi 6 ta sabab tufayli burundan hid bilish pasayishi yoki yo'qolib qolishi mumkin. Birinchisi, virus etiologiyali kasalliklar, xususan gripp va COVID-19 kasalliklarida. Unda burun shilliq qavatlari qalinlashadi va hidlo zonasining yopilishini hisobiga hid bilish pasayib qoladi. Ikkinchisi, hammamiz bilgan gaymard kasalligida. Bunaqa holatda burun shilliq qavati yomonlashadi, qalinlashadi va hidlo zonasi yopilib qolishi mumkin. Uchinchisi, allergik rinit. Bunda ham burundan shilliq ishlab chiqarishi juda ham ko'payadi va hidlo zonasini bevosita shilliq bosib qolishi mumkin. To'rtinchisi, burun ochuvchi spreylar. Ha, to'g'ri eshitdinglar. Burun ochuvchi spreylarni haddan ziyod ko'p ishlatish ham hid bilish qobiliyatini pasayishiga olib keladi. Beshinchisi va eng ko'p uchraydigan sababi albatta bu burun poliplari hisobiga bo'ladi. Bunda burundagi ortiqcha go'sht hidlo zonasini to'lig'icha yopib qo'yadi va siz hid bilish qobiliyatini batamom yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Oltinchisi, burunga bog'liq bo'lmagan hid bilishni pasayishi. Bunda nevrologik kasalliklar, xususan Parkinson, Alzheimer, boshdagi turli xil travmalar natijasida hidloning markaziy qismi falajlanadi va bunda sizga qo'shimcha nevropatolog ko'rik albatta kerak bo'ladi. Bu videoni hid bilish past bo'lgan har qanday tanishingizga jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.